Mening güzel hayatım, gündəlik xatirəmdən. Kiləksanda Kanada Uyğur yaş qız yigitlərniki yığılışı nəhayət chiroyli obdan bo'ldi, shuni tunishtirman. Menmo burun mijozim yo'q vaqtida ishtimni qarib yo'q yurib ekanman. Va shu har oyda berib ikki tal narsani bekorlik oldi deganda qizlarim anglab degan bütün attir deymiz, charsupun deymiz. Va ota oni mani deb qizlarim o'ldirib ketdi, menga ha ma'qul deb necha kunning oldindan berib olib keldim. Shu jarayonlarda bu shirkatdagi qiziqarli ishlarning ko'pligida meniki bir nimam bor, spikerning laba desam bu labani yangiratqu. Yangiratqu bizni ishlatish qo'ymaydi, chunki biz cho'ng bir zalda ishlaymiz, zalda cho'ng yangiratqu bor. U yangiratquda naqshlar chiqib turdi, men YouTube'da xalqlar kirib besib qo'ydi-da. YouTube'da bizning Uyg'urlar naqshini qilsam degan bir shunchalik Isil Abdulla Abdurimniki naqshini qo'yatsam, shu bir Tibet Rizvangul yenim keldi. Mehmetcan, ma naqsh bizning naqshimiz-ku dedi. Yo'q, bizning Isil naqshimiz bu degan, bizning danglik naqshimiz bormi shunaq. Sen ajab o'xshaydi ekan dedi. Ondan keyin Uyg'ur degan shundoq degan naqshini bir kun qo'ydim. Qo'ysam ba'zilar degan to'lg'ab ketdi, o'ynab ketdi. Bir oqtanlik uning ismi Letip. U yenim keldi. U sal qizvolmijaz. Kiyinishlari, chochlari bo'g'agan, ovoz asla chiqadi, ammo noit tizga qiladi. Uning bilan salomlashib qo'yatdim. Ancha paran qilishmaydim. Shuning bilan yenim kelib, bu ajab chiroyli muzikang'u dedi. Bizning Uyg'urlarning muzikasi shundoq dedim. Sen dedi, nima uchun bunday so'raysam, mening dadammi muzikanti, men muzikaning ichida cho'ng boshqa bek sazgör dedi. Shundaqmi deb shuning bilan Uyg'urlarni ancha tushuntirgan bo'ldim. Shuning bilan xo'jalik qoldi, ketib qoldi. Bu jarayonlar paran qilish jarayoni albatta Mehmetcan paran qilishib yuradi ekan deb o'ylab qolmanglar. 4 minut, 2 minut, 5 minut paran qilishib o'zimizning ishini qilamiz. Chunki bizning bu shirkat noit erkin ozoda. Albatta boshqa shirkatlar shunday bo'lishi mumkin. Bizning universitetiga qo'ldalam ishlagachga soat 10 da 5 minut qo'limizni harakatlantirgan mashq bor. Tushdan soat 2 da bir qatim bor. Shu jarayonlarda shundoq mundishimiz. O'zaro jo'zlarimizga berib paran qilishib degandek. Nəhayət isil mundishimiz eng asosli men tilimni chiqaraychi, ingliz tilini 45 yoshga kelgandikin deb shu maqsadda shundoq paranlarni qilib ozroq ishonch bo'ldi o'zimga. Shunga YouTube'larimda ingliz tilini boshlab ketdim. Uningga necha bo'lib qoldi. Hatto shu shirkatdagilar meniki YouTuber ekanligimni bilmaganlar, bilmaydi asosan. Yaqin o'tgan Rana oldin qatim dedim, yo'ldoshi Nijat. Uning bilan shunchalik isil yutman. Mening o'g'lim, qizimga o'xshaydi ekansizlar deb. Ayol ikkisi shular desam chiqirib ketdi. Rasman deb bir vaqagan tem o'zini bizlar ba'zi ayollar, qizlar alqa mundaymiz hissiyotni kesib vaqirab qo'ydi. Hammasi bunday qarab ketdi. Keyin u hammasi taqibdi u gapni. Mehmetcan masalan YouTuber ekan deb. Shuning bilan ingliz tilini chiqarib deb kuchavatman. Keyin yana birisi, yana bir bola aqtallik. Rishat. U bu yigiz voleybol o'sdiki. Uni men to'qimaganmiki deb, men uning bilan bir kuni paran qilishib qoldim. 3 yosh qizim bor deb gap qildi. Ha deb uning yomon tizga qilib hozir shunday yaxshi paran qilsam ketdim. Umu meniki YouTuberligimni o'qib, YouTuberning ismini dapasini o'qitgan dedi. Ha ma'qul deb tan saqliq dedim. Nimani bor deganda health wealth dedim. Shu nimaga munosabatlik, badanimizniki sog'lomlikqa munosabatlik ish. Sen ma'qul men cho'qim subscribe qilib anglayman dedi. So'ng aytsi o'z gaplamoy o'ngida bak yaxshi so'zlabsiz dedi. Siz bu so'zning qadrini bilibsiz dedim. Demakki, har qanday millat, har qanday davlat, har qanday teridagi odamlarning xarakteri, Uyg'urlar deymiz, bütün insonning xarakteri asosan o'xshab qoldi ekan. Har xil rangza bizning millat. Uyg'urning ishida har xil mijozlik bo'lsa-mu, boshqa millatlardami har xil mijozlar bo'ldi ekan. Deb ba'zida o'zim kulib ketaman. Chunki ba'zilarni xuddi burun qilib savodmanni o'qib ketgachga savodoshlarining xarakteri o'xshaydi.
voy mana o'xshaydi ekan, ajoyib o'xshaydi ekan degandek xarakterini tortib mengishlarga o'xshaydida hayron qolmam. Bizning shirkatda 6-7 oyda jiddiylik boshladi, chunki mahsulotdan ishlab chiqarish ko'paydi. Shunga yangi burun ishlagan, vaqtli ishlagan xizmatchilarning yaxshi ishlaganlarni tanlab qat yozsa ular qaytib keladi. Ba'zida 2 oy ishlatdi, ba'zida 3 oy ishlatdi. Ishlab bo'lgandan keyin ish ozdigandan keyin ularning xizmatda hozircha yo'q desa dam oladi. Ammo Toronto, Kanadaning yaxshi yeri, oydalarni hukumatdan berilgan pullar nihoyat yaxshi. Men xizmatdan chiqdim degandan keyin bizning shirkatning bevosita hukumatga yo'llaydi. Yo'llagandan keyin hukumatning ularga pul berib turdi. Albatta u pul sal azroq shunday bo'lsa-mu kunlik turmushga yetadi. Maqotim kelganlarning 6 oy atto shunday xo'shallik bilan keldi. Shuning bilan men shunday yaxshi o'tib ekanman, bir qancha uylar bilan kelib quchoqlashib ko'rishib ketdik. Bo'libmi qartali qarindoshlar nihoyat tirishchan, alomat ishlaydigan, tiz ishlaydigan qarindoshlar bor. Shu bir qarindoshimiz bor, uning ismi Mahmud. Shuning bilan uning bilan davomli birga ishlaydik burun. Hatto men mashinliq ularni 3-4 oylarni xizmatdan tushganda poyezd bekatiga olib qo'yib ketdim. Chunki poyezd bekati men o'tadigan yo'lga yaqinroqdi. Mangsam degan degan qatorida ikki qartalli qarindoshimiz, yana bir Hindistonlik joylar ba'zida Tibetlik bir qarindoshimiz bor. Ular chiqib oladi. Bularning ba'zilarining qishlash badallari nihoyat yo'g'on keladi. Shuning bilan bu Mahmudniki badanim nihoyat yo'g'on, to'lqinmagan 34 yosh. Shuning bilan oyda quchoqlashib ko'rishdik. Shuning quchoqlashib qizg'alda ustabdimmi, desam kulib ketdi. Yo'q, qizg'allar hozir puldan boshqa qilmaydi deb davomli chaqchaq qiladi. Deb uning bilan quchoqlashib ko'rishgan bo'ldik. Undan keyin yana birisi Farida. Bo'yi 1.87 m chiqdi, nihoyat yo'g'on. Qartali qiz bola. U nihoyat tez ishlaydi. Bularmi keldi. Kelib shundoq shirkat aldirash bo'lib ketdi. Bu aldirashchilikda Atlas, ya'ni men degan butun shirkatni boshqaruvchi ayol, ham yetishgan ayol, pat yenim kelib ancha-muncha gap bilan qiladi. Shuning bilan kallamda uda bo'layotgan bir masalani so'rdim. Sizlar Filippinliklar nima uchun shunaqa inoqliklar deb so'radim. Chunki men bakuzman. Bizniki soat 2dan oshgan chog'da nihoyat jiddiychilik boshlaydi. Chunki 3:15 tugaydi. Shu vaqtlarda ba'zi ustallarda xizmat oz tugab qolsa, yana bir ustal berib yordamlashadi. Chunki xizmat yordamlashgani butunlay Filippinlik, Vyetnamlik, qora yordam qiladi degandek. Uyg'urim bo'lganmisa birasi deb qolman. Shuning bilan men bundan so'radim. Sizlar bizni nihoyat isil millat. Siz o'qisizlar, men o'qimasizlar, millat nima? Sizni ko'rgandan keyin bildim dedi. Degandan keyin shunaqa sizlar nihoyat inoqlik ekansizlar. Sababi nima bu? Deganlarni so'radim. So'rasam, balki bizniki madaniyatimiz bo'lishi mumkin, madaniyatimiz sinib ketgan bo'lishi mumkin dedi. Shundaqmi? Dedim-yu, yana Uyg'urlarning ahvolini tushuntirishga boshladim. Chunki biz halilam yaqin. Mening xarakterimni, mening doktorligimni o'zidan biladi. Hatto oilani ishlarimda deyishimiz. Uning bir qizniki borligini, 30ni oshganligini, to'liq bo'lganligini dedi. Men nayramning borligini dedim deganda, buni doktorga ko'rsatdik. Uning ko'zi nihoyat o'tkirdi. Kichik xatolik bo'lsa, o'lmaycha taqgan deb hammadan bilib olardi. Sizning ko'zingiz burkutning ko'zimi desam kulib ketadi. Haqiqatan talanti bopdi. Uni tutilish qobiliyati alomat esildi. Ularni so'rab turibdi. Men xuddi kichik boladek nima uchun degan savolni deb so'rayman. Shunga shu maqsadimga yetguncha to'xtamayman. Shunga bizning Uyg'urlarning nihoyat inoqligidir. Ammo bizning Uyg'urlardek aqlli millat qilba, aqllilar nihoyat ko'p ketadi. Bizning davlatimiz bo'lgan, ammo desam tushunmayman. Ammo ancha-muncha
köyden hakikaten teskin kümüne degende gaplar qildi. Konfliktin shundoq bir xil bo'ldi. Shunday bo'lsa-da ishlab atganligimni bir so'z aytsam o'zimni bir xil so'zlab menga tasalli bermoqchi bo'ldi. Rahmat sizga dedi. Ammo bu ayolning birdan-bir menga aytdi, har qanday ishga rahmat dedi. Menga emas. Har qanday odamga rahmat sizga. Rahmat sizga tushmaydi og'zidan. Nima degan islo xislatdi deb o'ylayman. Sanam azroq tushungan bo'ldim Uyg'urlarni. Bizning muzikalarimiz anglamayi desam, albatta bir ism muzikanglar bor ekan dedi. Shu muzikalarimiz tugash oldida turyapti desam, hargiz turmaydi. Tirishsanglar cho'qim bir gap qildi dedi. Tasalli bergan bo'ldi. Shundan bilan tunaydigan bir yaqin ko'rinishimdan bu Filippinlar to'g'risida parang qilishib qoldik. Bu Filippinlarniki Filippinda hatta mishadimi erlarni alomat cho'mbiladi ekan. Xuddi podshodek. Bizniki şirkette bir Mehmetcan ismli bir bor. Uni chaqchaq mafiyada qilmang. Uni shundoq yeshim yushirdi. Ammo men uni 50 yoshga tarafida desam, 70 yoshga ishonmadim. Ikkala aydiyani ko'rsatsam, chaqchaqni 60 yoshga deb ko'rsatdi. Degandek yosh ko'rinadi. Chaqchaqchi ayolimni tanishtirdi. Shuning bilan xizmatga tushgan chog'da bu shirkatda ko'pinchalar ish xizmati o'tkazishini bormi desam, yo'q, mening yo'q, ayolimning bor deydi. Endi u nima uchun ayolimni o'sirmansan, uying yolg'iz yurmansan dedi. Ayol bolalarini shu Filippin qog'aligini degan. Shuning bilan dedim, ayolimni o'sirmasam bo'lmaydi dedim, erlardan qisqa umr ko'rmaydi degan bilasan. Shunlashqa o'zimni o'sirayman deb chaqchaq qildi. Shuning bilan uni dedi, mening ayolim ishchan, ammo uni o'sirayman, faqat men ishdan chiqib ishlaydi. Faqat hesab etsam bo'lgur deb chaqchaq qildim. Sen har kelib ketdi. Sen ishlatsan menda zerikman desam, yo'q zerikmayman. Bu deganda o'zim yolg'iz topgan quda ishlarim yo'q mening deb chaqchaq qildi. Shuning bilan qaytdik. Shuning shirkatda nihoyat qiziqarli ishlar bo'ladi. Mening hayotim shundoq go'zal o'tdi. Nima uchun degan chog'da men boshqalarga mundishga, parang qilishga, amroqlikni his qilatatdim. Boshqalardan jiq narsa o'rganatdim. O'yibni shu men bilan tanishtirgan 71 yoshli odam bilan nihoyat issiq bilimlarni oldim. Chunki u odam bir olim keldi. Bir doktorxonada tadqiqotchi bo'lib, bor tadqiqotchi yo'qini o'rgangan ekan. Shedim pensiya chiqib hozir biz bilan tanishlayotgan. Jimjit ishlaydi. Ammo musiqalar parang qilish orqali bu odamning issiq tadqiqotchi ekanligini, jiq bilimning borligini qilib, bundan jiq narsalar so'raydi. Hatta uyqu keltirish usullari. Masalan, magnezim Mg deganni uyquning nihoyat yaxshi keltiradigan dedi. Yaqinlar muddat bergan bo'ldim. Masalan, kalsiy, D3 deganlarni, C deganlarni olib istihlob har xil metasif qilib, magnezimni birinchi qatim olishimdi. Hayron qoldim. Undan keyin ozroq so'radim. Siz ochiqni istagancha qanday kontrol qilasiz o'zingizni dedim. Gap so'rasam kulib ketib, ochiq qanaqa odam bo'ladi dedi. Chunki men shu sajida bilan bir narsa ishgan chog'da menga qarab qo'yatdi. Shuning bilan beshim bilan qilyapti. Menga har xil usullarni o'rgatib qo'yatdi hatto. Unda qiling deb. Shuning bilan bir kun pichirlab sajida bir so'z urishotdi deb ovozni anglab qopdi yiroq yerdan. Bu urushga yurakdi-yu, ammo yonlam xaflalar yaqinlik qilib, yo'llarini tutib, yerini silab yurakdi. Chunki o'ziga tushundi. Bo'yi ozroq bor, chiroyi ozroq bor. Shundan u odamning ochiq kelishini qanday kontrol qilish to'g'ri so'rasam, olamat onimga bir yer dedi. Men ochiqim kelsa, yerga qarayman. Bu qanday so'rasam, o'ylab baqing, ya'ni biz onaga o'xshatimiz dedi. To'g'ri dedim. Shunga ona degan har qanday narsani qabul qiladi. Shunga yerga qarab sinab baqing deganda, men sinashga amroq har qanday ishlarni shuning bilan deganda oshnoq bo'ldi. Bu ajab yaxshi ekan, bu usul ekan bu deb bu bir bilim yeganman. Anandan keyin Yusayning gapini qilishdik. Yusayga shunchalik amroq, bu nima uchun Yusay bir qatim terib qo'ysa, menga usudi desam, kuchli bu Yusay, odamning badani baqoyida siz doktor o'qisiz deb menga shunday yaxshi gaplar qildi. Anandan keyin bir narsa bir qatim terib qo'ysa, menga usul bilamsiz dedi. Yo'q bilmaydi ekanman desam, aspira dedi. Aspira degan
köftek kirdi, ama kumıştek. Onu lansa qilib yasız bo'ladi, o'rda pishirib. Miyada ancha-muncha yeymiz, yapınjaq yetdik. O shundoq dedim. Demakki, men param qilish orqali jiq bilimlarni egallab yuratdim. Shunlashqa mening hayotim nihoyat go'zal. Shunga endi meni atrofdagilar bilan shunchalik yaxshi o'tadi ekan, yomon ko'tgan deydiganlar bo'lishi mumkin. Shuni anglab undaqmi emasdi deb o'ylayman, chunki hozir şirkatda halilar ko'z ko'rgan edi. Shunga pat-pat ba'zilar kelib yenim kelib chaqchaq qiladi. Albatta ular kelib qilsadan jim turishim o'yin yo'qda, ko'z ilmoqliq bo'ladi. Shu jarayonlarda jiq bilimlarni egallab, Vyetnamlik necha do'stlar bilan shundoq bo'lishib ketadi. Ularning yeri Xitoy bo'g'ashqini o'qimayman, ba'zi biri xanjini azroq yaqlabdi. Shuning bilan ular menga kelib yaqildi, amal bor Xitoyga yaqilib kirishdi. Ama ularga o'rgatgan bo'lman degandek. Shunga hamda bir-birimizga yordam qilsak, bir-birimiz bilan muңdashsak, bir-birimizga yor yo'lak bo'lsak, dunyo teximdan go'zal bo'ladi ekan. Shuning bilan sizning hayotingiz go'zal bo'ladi ekan. Demakki, men bu yosh qiz o'g'illarniki faoliyatini qilish jarayonida Alloh taolo menga yordam qildimi, yo'llarim ochilishga boshladi. Xizmatlarni izlab, 3-xizmatga men iltimos qilib qo'ydim. Shunga do'stim, siz qila olasiz, odam qilganni odam qiladi. Bundaq desam, tarbiya qilgan bo'lib qolmaydi, hamda hammalarniki turmushi hammamizga ayrim. Shunga haqnim deb qala deydigan ko'z qarash bizda bek kuchlik. Shunga meningcha haq sizga oshnan bermaydi. Haqning gapidan qo'rqmang. Agar o'ylagingiz to'g'ri bo'lsa, harakatga o'ting. Mening deydiganim davomli shu, o'ylab o'tmay harakatga o'taylik. Harakat barkat degan hammalar bilamiz, ammo cho'ng jat o'ylab, urib, o'tirib, manganmay dadga cho'kmayli. Dadga cho'kkanlar yanalam qilib qoladi. Tirishmasak bizga amal yo'q, faqat amal yo'q. Bo'libmi Uyg'urlar teg'imdimi nechasi tirishimiz kerak. Albatta boy degandek bizning Uyg'urlardek aqlli millat nihoyat oz deb o'ylayman. Mening bir doktor adam bor Fransiyada. U adam pat-pat deydi. Uning bilan muңdashsam shunaqa deydi. Ukam bizniki Uyg'urlarning aqlliqligida eng nacharlarini men shu boshqa millatning eng ilg'origa tegishmayman degandan nihoyat esilga qildingiz dedim. U adam bolalar doktori, ayollar doktori, hatto yig'nichilik, dunyi, veyi hammani o'rgangan. Hatto Urumchilarda o'zi klinik jinsuv ichib, andan keyin vatandan ayrilib Turkiyaga kelib, hozir Fransiyada turdi. Nihoyat esil qalamim nihoyat kuchli she'r deganni xil yozib qo'ydi. Qalam nihoyat kuchli. Shu Atalar bayramliq menga bir she'r yozbadi. Uni Xudoyim bo'lsa Atalar bayramliq tayyorlayapman. Shu vaqtda anasizlar. Shuning bilan shanba bilan nihoyat aldirashchilik o'tdi. Mana bugun yetibdi. Hammanglarning yetiq muborak bo'lsin. Yetni musofirga yetmaydi deb yig'lab qaqshab yurimiz. Amaliyotda biz yetni esil o'tkazishimiz kerak. Biz esil o'tkazsak, bizning qarindoshlarimiz, yiroqdagi qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, tugab ketgan ota-onalarimizning ro'yi nihoyat xush bo'ldi deb o'ylayman. Chunki ma'yuslansak, o'zimizga ziyon, hatto o'zimizning salomatligiga ziyon, salomat yaxshi bo'lmasa, kasal bo'lgan gap har qanday ishni qila olmaymiz. Buni demasam bilsizlar. Shunga amal bor, yetlarni nihoyat dog'dug'liq, esil naqsh muzika bilan o'tkazishinglarni umid qilaman. Ba'zilar naqsh muzika yomon bo'ldi deydiganlar bor ekan, ammo balkim ularning to'g'ridir. Mening ko'z qarashim, naqsha muzika biz qadrlamaydi ekanmiz. Naqsha muzika bizni dunyoga tunib o'tadi. Naqsha muzikamiz nihoyat esil. Biz qadrlamayapmiz.